Buni ko'rganlar bu qormi deb o'ylashi mumkin. Tez pul ishlasa bo'ladi. Ana shu holatga bitta shupurib tozalanib, улица Zubkovada joylashgan. Rezandan kuzatyapganlar juda yaxshi bilishadi. Usta o'zimni og'aynim. Assalomu alaykum. Bu bitummi bu, mastikami bu, nima bu? Bu mastika bu. Shaxmat qilib surtiladi endi. Bir-biriga ko'ndalang qilib. Bunaqa yorilgan joylarni kesib ochamiz. 24 soatda quriydi. Mana shu materiallar bo'ladi. Qaranglar ahvolini shu buni chirib ketgan. Обязательно mana shunaqa adejda kerak, ha? Albatta. Bomdoddan keyin. Albatta. Eng asosiysi puli yaxshi deb eshitdim, do'stlar. Puli zo'r ekan. Shunaqa. Suvni Ko'ldirib olamiz-da. Assalomu alaykum aka. Qarasiz. Assalomu alaykum. O'zi yaxshimi? Rahmat. Ko'z yomon olar ekan, lekin men oqqa oldiga borganda garantiyasi men bilishim bo'yicha 5 yil. Hammaga assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli aka-ukalar. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Do'stlar, kanalimizda anchadan beri video qo'ya olmadik. Buni o'ziga yarasha sabablari bor edi. Mana bugundan boshladik videolarimizni. Xudo xolasa har kuni yangi videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Qadrli musofirdagi aka-uka opa-singillar, arzon bilet qidiryapsizmi? Unda siz pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Yo'ldoshbek aviakassasi 100% ishonchli. Aytmoqchi, Azizbek kanalidanman desangiz, 5% chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin do'stlar. Qani bo'lmasam, shoshilamiz va videoni ko'rishda davom etamiz do'stlar. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Buni ko'rganlar bu qormi deb o'ylashi mumkin. Yo'q. Gidroizolyatsiya bu. Tomni ko'rib turibsizlar, mana shu holatida ustida gidroizolyatsiya qilib, mana shunday holatda chiqadi xullas. To mana shunaqa holatga kelguncha qanaqa etapdan o'tib kelinadi, hammasini o'zi borib ustamizdan iltimos qilamiz. Ustamiz kelib bir boshdan aytib tushuntirib beradilar, qanaqa pagodada ishlash kerak, qayerda nima qilish kerak, hammasini aytib beradilar. Bu yer Rizan shahrida trolleybusli depo, улица Zubkovada joylashgan. Rizandan kuzatyapganlar juda yaxshi bilishadi. Bu tomoni торговый center Niti. Shunaqa gaplar do'stlar. Usta o'zimni og'aynim. Hozir chaqiramiz. Tomonda nimalarnidir ko'rsatyaptilar. Hozir chaqiramiz. Bir boshdan hammasini aytib beradi. Mashq kishi boshchiligida hozir qilinyapti bu. Buni shu Rizan shahrida bitta bizni bolalar qilishadi. Hali ko'rganimiz yo'q. Mana biron kun boshlagan. Nimadim boshlasa ham kerak. Keling endi. Boshlamizga hozir mikrofonni taqib qo'yamiz. Endi o'zingiz bir chiroyli qilib Assalomu alaykum. Tijus. Mikrofonni taqib qo'yamiz. Ovoz yaxshi chiqishiga ushlab olsangiz ham mayli. Chunki tomda hali shamol bo'lyapti, ovozi. Endi hozir bir boshidan boshlab aytib berasiz. Tayyor bo'lgan tomonni ko'rsatsak, keyin endi tayyor bo'layotganini ko'rsatamiz bu tomonda. Bu tomoni tayyor bo'lgan, ha? Aha. Endi hozir mana shu paqirlardan boshlaymizmi? Bir boshdan aytib borsangiz. Padonda mana qora paqirlar turibdi. Bularni endi aytib bering. Bu nima uchun mana shu? Qanaqa bu? Bitummi bu, mastikami bu, nima bu? Bu mastika bu. Mastika. Aha. Buni tozalab bo'lgandan keyin, demontaj hammasi tayyor bo'lgandan keyin buni surtib, ustidan lattasi bor o'zini. Ha. Buni ham hozir ko'rsatamiz. Uni qo'yib, yana ustidan yana bir sloy bo'ladi. Bu 2 sloy bo'ladi o'zi. 2 sloy bo'ladi. Aha. Mana hozir yozuvlari bor. Ha, buni eshitishim bo'yicha 4 tasidan bitta qo'shib turib 5 ta bo'ladi, 5 ta tayyorlanadi. Do'stlar, buni 4 tasidan, 4 ta paqirdan 5 ta qilinar ekan. Suv qo'shiladi-da? Ha, 2 litr suv qo'shiladi bitta chelakka. Bitta chelakka 2 litr suv qo'shilar ekan, mikserda aralashtirib shu tayyor bo'ladi.
tayyor bo'ladi. Xullas 4 tadan 5 ta qilinar ekan. Aha. Zo'r, udobni. Bulari nima bu? Bu endi gidroizolyatsiya, buni tayyor bo'lgandan keyin 3 sloy surtiladi. 3 sloy surtiladi Aha. ustiga. Ustiga faqat Qanaqa porядкada surtiladi buni? shaxmat qilib surtiladi endi bir-biriga Ha, ko'ndalang bitta- qilib. Ha, bir sloy bunaqasiga qurib ketsa oladi, keyin bunaqasiga surtiladi, shunaqa 3 etaj bo'ladi. gap yo'q. Podgotovkasi qanaqa bo'ladi endi? Shunaqa joylar bo'ladi. Ploshatkani. Shuni tozalaymiz. Mana Mana masalan mana shu joylar bo'ladi. ko'rsataylik. Mana shu podgotovkasi qanaqa bo'ladi? Mana shunaqa yorilgan joylarni kesib ochamiz, shkatulkasini qilamiz. Tayyorlaymiz. Polni shunaqa tagida suv qolganmi yo qimirlayotgan joylarni ochib to'g'rilab chiqib, bitta yuvib tozalaymiz. Shundan keyin boshlanadi. Gap yo'q. Mana shu endi tayyor holat, ha? Mana shu tayyor holati endi. 3 sloy surtib bo'lingan. O'sha tayyor bo'lgan bu. Ha, do'stlar, hali ham Ko'rishingiz ko'rsatib mumkin. o'tdim. Mana shu ustidagi gidroizolyatsiya o'zi 3 sloy bo'lgan, ha? 3 sloy bo'lgan, aha. 3 sloy bo'lgan. Endi buni hozir yo'nalishi qanaqa? Bir sloy prosta qora surtiladi, ha? Aha, bir sloy qora surtiladi. U qurilmasdan orqasidan srazi lattasini qo'yib ketadi. Ustidan yana bir sloy, havosini chiqarib, xuddi aboyga o'xshatib, ustidan yana qora surtib ketiladi. Bir kun 24 soatda quriydi u. 24 soat. Ertasiga ertalab kelib, oqini urib olish kerak. Oq 2 soat, 3 soatda quriydi. Ertalab vaqtli, ha? Voqli kelish kerak. Bo'lmasam u oyoqqa yopishadi. Ha, yurganda do'stlar oyoqqa yopishar ekan. Shuning uchun Havo ali oftob chiqqandan keyin ali mana mastika sal o'zini tashab turib, erib yurganda oyoqqa yopishar ekan. Shuning uchun ertalab vaqtli quyosh chiqmasdan oldin kelib birinchi sloyni urib olish kerak. qanchada quriydi bu? Bu 2-3 soatda quriydi oqi. Oq 2-3 soatda quriydi. Ha, yomg'ir yog'ishidan yomg'ir kun ishlamaslik kerak. Eng yaxshisi Yomg'ir yuvib tashlaydi, ha? yuvib tashlaydi. Shunga ob-havoga qarab ishlanadi. Ha. Keyin minusda ham ishlab bo'lmaydi. Eng asosiysi ob-havoga e'tibor berar ekansizlar. Yomg'ir bo'lsa yuvib tashlar ekan. Endi havo hozir mana shu yaxshi, ha? Mana shu. Yaxshi, bu havo yaxshi. Oqini urib olgandan keyin qo'rqmasa bo'laveradi. Yuvib olmaydi hech narsa. Qurib yaxshi bo'ladi. Qanaqa temperaturada endi buni minus nechagacha qilish kerak? Iloji boricha shu minusga o'tmasdan uraverish kerak. Uraverish kerak. Shunaqa. Hozir mana shu 1,5 ming kvadratdami mana shu? Aha, 1,5 ming. Qanchada bo'ldi? Necha kunda bo'ldi? Buni 9 kun vaqtimiz ketdi buni 9 urishga. kun. 4 kishi. 4 kishi 9 kun ishladik. 4 kishi 9 kun ishlagan do'stlar. Eng udobniy, eng oson, eng tez bitadigan va instrument talab qilmaydigan Shunaqa ish. ish. Endi buni hozir Rezanda faqat sizlar qilyapsizlar-da. Shunaqa. Boshqa hali hech kimni ko'rganimiz yo'q do'stlar. Faqat o'zi bular qilyapti. Endi u membran qilgan joylar ham bor, videosi bor, uni ham qo'yamiz do'stlar. Tayyor turibdi, prosta montaj qilib qo'yishga vaqt bo'lmadi, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Like'larni bosib tashlaysizlar do'stlar, ko'rib turibsizlar. Qanaqa ish qilingan. Tushunmagan joylar bo'lsa tushuntirib beraveramiz. Kommentariyaga yozinglar, fikrlaringizni qoldiringlar, videoni podelitsiya qilib olinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar kanalga. Endi hozir mana primikanyalari oxirigacha chiqarganda, tagi polностью. Oxirigacha chiqarsangiz yaxshi. Hammasini tagida lattasi bor. Bor, hamma joyda bor. O'zini rulon lattasi bo'lar ekan do'stlar, hozir bu yerda yo'q. Hozir borib uni ham ko'rsatamiz. Turibdi u ham rulonda. Glitekstil degan lattasi bo'ladi. Shundan qo'yiladi. Hozir u tomonda endi boshlangan ekan-a? Ha, u tomonda endi boshlan, xudo xolasa bitib qoladi. Bitsa uni ko'rsatamiz. U tomonni sostoyaniyasi вообще chatoq ekan. Shunaqa. Bu tomonga qaraganda hozir uni ham ko'rsatamiz. Qilinmagan joydan o'zingizlar bilib olasizlar. Zo'r ekan. Buni eshitishim bo'yicha toporda urib ham yirtib emas ekan-a? Qurib olsa shunaqa. Qattiq bir monolitga o'xshab ketadi bu, qotib. Qanaqa tomlarni qilasizlar yana? Shu, eng asosiysi hozir hadavoyi shu bo'lyapti Rezanda. Yangi hammasi yangi narsalar bo'lganiga. Endi suvini ko'p qo'shib qo'ysangiz ham bo'lmaydi. Ha, buni o'zini joyi bor, me'yori bor. Me'yori bor, ha? Shunaqa. Endi ozgina yo'nalishni adashib qolsa, ertaga javob bermay qolishi mumkin. Ha. Shunaqa sekretlari ham bor. Bor.
Bu qanaqa holatga kelish kerak suv qo'shganda? Suv qo'shganingizda shu smetanaga o'xshab turadi-da. Undan suyuq bo'lib ketmasligi Yo'q, kerak. suyuq bo'lib ketsa bo'lmaydi. Mana paqirdagiga mana gidroizolyatsiyaga Aha. hech narsa qo'shilmaydi. Yo'q, hech narsa qo'shilmaydi. Shu vallikka solib turib, sirazi Yaxshilab aralashtirib. aralashtirib uraverasiz buni. Gap yo'q. Faqat buni ham qalin surtib qo'ymaysiz. buni Yaxshilab ozgina qalin bo'lsa o'zi yorilib ketadi bu. tonk sloyda. Tonk sloyda 3 sloy. Tonk sloyda 3 sloy surtirar ekan do'stlar. Masalan, bu tomondan bu tomonga qarab surtib ketilsa bugun, ertasiga kelib turib, bu tomondan narigi tomonga surtilar. Xuddi o'shanga o'xshagan qilib. Endi hozir u tomonni bir ko'rsatamizda, keyin qolganda gaplashaveramiz do'stlar. Like bang'illatib yuboringlar, kanalni bir ko'tarib yuboraylik endi. Paddeshka qilasizlar endi. Sizlarni paddeshkanglar kerak. Achkini to'qib oldim. Bu tomonda achkisiz вообще qarab bo'lmaskan. Ko'zni shunaqa olyapti. Shu uchun achki to'qib oldim. Sizlarniki o'rganib ketgandir, ko'zni. Ha, shunaqa. Endi bizga ana materialini ko'rsating, materialni. Aralashtirish jarayoni tayyorlari bordir, mana ko'rsataman. Mana do'stlar, materialni hozir ochib ko'rsatib beradilar, mana. Mana shu materiallar bo'ladi. Ichi qanaqa holatda bo'ladi? Ichini ham bitta ko'rsataylik-da. Qanaqa material ekan deb yana. Mana. Bu anu burchatkalarni tagiga soladigan, Shunaqa. suv o'tkazmaydigan, Sirazi qurimasdan oldin buni qo'yib ketilaveradi bir kishi. Ustidan yana bir kishi havosini chiqarib, xuddi boyga o'xshatib, havo qolmasligi kerak ichida. Chiqarib, yana surtib ketaveradi. Hali surtilayotgan joylari bor menda, videoni orasida qo'yib boraman, чтобы sizlarga bir tushunarliroq bo'lishi uchun. Keyin yana bitta narsani aytib o'tay do'stlar. O'tgan yili bu tomonda boshlagan edik. Materiallarni ko'tarib boshlaganimizni kadrlari bor, uni ham qo'yamiz. Havo sirazi buzilib minusga kirib ketganligi uchun biz yuklarni hammasini mana bu materiallarni pastga tushirib olib kirib qo'ydik. Endi mana yana qaytadan ko'tarib, mana boshlab tugatishdi. Mana bu tomon mana shunaqa holatda bo'lgan. Bunga qilib bo'lmaydi, bunga. Yo'q, buni demontaj qilib chiqish kerak edi. Tozalab, polni. Mana qaranglar ahvolini. Shu buni chirib ketgan, ustidagilarni olib tashab, yorug' joylarni shkaturka qilib, tayyorlab, tekslab olish kerak. Tekislab, shupurib, musorlarni tozalab, bir yuvib. Mana yerda daraxtlar ham bor edi, olib tashabsizlar. Ha, daraxtlarni olib tashab. Mana yerdan daraxtlar o'syapti. Olib tashab, hali sredstvalarni quyib, ildizini quritadigan. Mana uni oling-da, mana shunga o'xshagan mana. Mana do'stlar. Mana shunga o'xshagan daraxtchilar juda ham ko'p edi mana. Buni olib tashab, ildizigacha olib tashab, ichiga anu rastvor quyiladi, chunki bu teshik bo'lib qolsa suv o'tib ketadi. Shunaqa. Endi men ham professional emasman. Safal tushunib oldim-da. Mana bet hozir surishni boshlashdi bolalar. Hozir sal yaqinroqqa borib ham ko'rsatamiz. Hozir bu nechinchi sloy ketyapti? Bu uje ikkinchi sloyni boshlashdi hozir. Ikkinchi sloy gidroizolyatsiya ketyapti do'stlar. Aha. Shu bilan ertaga tongda boshlaymiz 3-chi sloyni urishni. Bu обязательно mana shunaqa adejda kerak, ha? Albatta. Malyarniy adejda deydimi buni? Shunaqa adejda kiyib olish kerak ekan, chunki saqichda ishlanadi, yopishib qolmasligi uchun. Bu tomonlar ham podgotovka qilingan. Buni endi 2 yil oldin betni kimdir qilgan ekan, mana shunaqa mana. Qayerdandir kelib ketgan. Ko'ryapsizlar, holati qanaqa holatga kelib qolgan. Bu sovuqda qilingan ekan. Sovuqda qishda qilingan ekan, sovuqda qishda qilinganligi uchun xuddi mana shunaqa holatga kelib qolgan. Buni o'zi bo'llab polностью проделка qilib, demontaj qilinadiganlarni demontaj qilib tayyorlaymiz. Tayyorlab chiqishyapti. Tayyor bo'lgandan keyin videosini qo'yamiz, ko'rasizlar. Hamma yo'g'i tayyor bo'lsa, yana bitta videoga qo'yamiz bu. Albatta. Keling, ani qorani ham ko'rsataylik-da bir. Qadrli musofirdagi aka-uka opa-singillar, arzon bilet qidiryapsizmi? Unda siz pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.
Yo'ldoshbek aviakassasi 100% ishonchli. Aytmoqchi, Azizbek kanalidanman desangiz, 5% chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin do'stlar. Qani bo'lmasam, shoshilamiz va videoni ko'rishda davom etamiz do'stlar. Ana yerda daraxtlar bo'lgan ekan shekilli mana. Ha, yulib Ildizi bilan tortib olib, bo'lganligi mana qotmaganda tagidagi. tagidagi 24 soatda qotadi. Shuning uchun bu ko'chib ketgan. ular 20 havo yaxshi bo'lmaganligi uchun qurishga uspet qilmagan. Qurishga ulgurmasa ko'chib ketadi. Shuning uchun uni yaxshilab quritib olish kerak. Mana do'stlar, bir ko'rsatinglar yaqinroqqa kelib. Daraxtlarni uzib turib, ildiziga sredstvani ildiz quritadigan sredstvani quyib, ustidan stashka qilib tashlashgan. Чтобы chiqmasligi uchun. Xo'p, mana do'stlar. Bu yerda hozir 2 sloy qora bor, ha? Qoradan qora urib qo'yilgan. qurimagan. Kecha urib ketganmiz. Qurimagan hali. Bu qurigan bo'lgan. Endi oftob chiqsa yopishib qoladi bu. Shuning uchun endi buni ertalab kelib uramiz oqini. Ertalab voqli. Voqli kelish Soat kerak. nechidan nechigacha ursa bo'ladi? O'sha 5 dan 8 gacha. Ana do'stlar, qora urilar ekan, 2 sloy, bir sloy avval qora, ustidan lattasi, keyin yana bir sloy qora urilib, 24 soat Qurishni kutish kerak. qurishni kutish kerak ekan. Albatta pagodaga qarab ishlash kerak ekan, чтобы hamma yoq rasvo bo'lmasligi uchun. Keyin mana voqli kelib turib, qurigandan keyin bemalol mana shu gidroizolyatsiyasini hali qilsa bo'lar ekan, surtasa bo'lar. Surtib olsangiz, shu bilan 2 soatdan keyin xohlaganingcha ishlasangiz bo'laveradi. U yoqqa yopishmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Hozir bu tomonda endi mana podgotovkasi bo'lgandan keyin polностью oq uriladi. Ha, polno oq urib, tekstlab, yaxshilab. Bet nechi kvadrat? Bu yer 1,5 ming, ha? ko'proq. Sal ko'proq. 1600-1700 kvadrat chiqsa kerak. Chunki u tomon bilan solishtirganda sal bu tomon ko'proq ekan. Ko'proq ekan bu. Necha kunda tugaydi? 3 kunda tugaydi bu. Mana eng udobniy zo'r ekan lekin. Eng asosiysi puli yaxshi deb eshitdim, do'stlar. Puli zo'r ekan. Shunaqa. Mana shunaqa tomdan bitta sezonda bir 20 ming, 30 ming kvadrat bo'lsa, Ha, yaxshi bo'lardi. yaxshi bo'lardi. Men ham kelib ishlardim birga. Puli yaxshi ekan, zo'r. Zo'r. Gap yo'q. Og'ayni, suv qayerdan chiqyapti? Suvni qaydan tortib olyapsizlar? Shlank bilan pastdan tortib chiqqanmiz. Mana endi Bunga shlank asosan suv tok kerak bo'ladi xolos. suv bilan bitta mikser bo'lsa bo'ldi. Ha, mikser ishlab tursa bo'ldi. Mana bu bachokka mana do'stlar, pastdan shlankadan tortib turib suvni To'ldirib olamiz-da. mana bachokka to'ldirib olyapti ekan bular. Nashadan olib ishlatiraveradi. Shunaqa. Bitta to'lib olsa qanchaga yetadi? Bir kunga yetadi. Mana. Bu tomonichi mana bu tomon. Bu tomon hali zakazga tushmagan hali. Ha, bu tomonni. Shu Tomonimizcha turadi. ikkitasida o'rtasida necha bir 3000 kvadrat bormi? Bor ha? Qoladi, ha. Bu tomonlari bo'lgan ekan. Tomonlari qo'ygan. Mana shunaqa o'sib yotibdi daraxtlar. Daraxtlarni ko'ringlar do'stlar. Buni agar yulib tashamasa bu вообще mevalab ketadi bu yerda. Mana shu yerda adashmasam, mana shu yerda sliv joylashgan. Chunki o'sha yerda mana. Как раз kelinglar shuni ko'rsating mana. Mana shu yerdan suv ketadi. Mana. Bu anu temiri tagida qolib ketibdi. 20 sm edi bu. Yer bilan bitta bo'lib ketibdi. Shunaqa daraxtlar bor edi do'stlar, bular olib tashab turib, mana bu narigi tomonlarni ham ko'rsating, polni ketgan mana shu. Chunki ikkita tomondan suv kelib turib, o'rtaga mana shu yerga to'planadi. Shunaqa daraxtlarni bular kesib tashab, ildizi bilan olib tashab, stashka qilib berkitib tashyapti, xullas. Yana bir yaxshi ukamiz Hasanboy, keling siz ham bir ikki og'iz chiroyli bir she'r aytib bering. Mikrofon yo'q, ovoz eshitilmayapti. Ko'rishib qo'ying obunachilar bilan. Assalomu alaykum hammaga. Qalaysiz? Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Rahmat, O'zingiz charchamayapsizlarmi? yaxshimi? Assalomu alaykum.
O'zingiz qalaysiz? Zo'r bo'ladi. Bir mana shu ishlaringni ko'rsatib beraylik deb keldik-da. Yaxshida, yaxshi shu sizlar bor. Bizni ishimizni ko'rsatadigan. Ha, Bo'lsa bu ishimiz bu YouTube'ga ham chiqmaydi bu. Yo'q, qolganlarini ham ko'rsatamiz. Hammasini ko'rsating. Bular do'stlar yana bitta narsani aytay, bular не только mana tom ishi bilan shug'ullanadi. Отделка remont, fasad ishi, noldan uy ko'tarish hammasini qiladi. Faqat двухскатный, четырехскатный deydi-ku, mana figurali tomlar, yog'och ishlari. O'shandan tashqari o'sha stroyka ishiga kirib ketadigan hamma ishini qilishaveradi. Shunaqa. Ну, professionalniy. Shunaqa gaplar. Bo'lmasa biz qaytdik. Bo'pti. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Ishingizga omad. Ishlarga omad. Salomat bo'linglar. Ko'z yomon olar ekan, lekin men oqqa oldiga borganda, havo ochiq bo'lganligini bilmadim. Borsa ko'z yumilib ketyapti, ko'zi yomon bo'lyapti. Do'stlar, mana ko'rib o'tdinglar. Ozgina qisqa tushuntirib berdilar og'aynimiz. Endi bular o'zimizning firmada ishlashadi. Osmondan tushib kelganim yo'q bu yerga. Bu nima desa bo'ladi? Bizning kanal, ya'ni meni kanalim faqat mana shu o'zimizda ishlaydigan bolalarni, o'zimizning ishlarni qo'yib boriladi. Ja unaqa katta bloger emasmiz, lekin blogerlikka da'vogarlik qila olmaymiz. Hobbi deydimi, shunaqa. Ular juda ham chiroyli bo'libdi. O'ylashim bo'yicha garantiyasini so'ramabmiz, hali esdan chiqib qolibdi. Garantiyasi men bilishim bo'yicha 5 yil. 5 yil hech narsa bo'lmas ekan. Sovuq havoda ham, issiq havoda ham hech narsa bo'lmas ekan. Endi mabodo shuni o'rgating, materialini qayerdan olishadi deydiganlar kommentariyaga yozsanglar, yo Rezandan kuzatyapkanlar. Telefon nomerlarimiz oppisaniyada bor. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar, reklama xizmatlarimiz ham bor. Shu Rezanskiy oblastda besplatni borib reklama qilib beramiz. O'zimizni obunachilar, o'zimizni yurtdoshlarni, musofirdagilarni ishlarini ko'rsatib beramiz. Materiali hamma magazinda sotilmaydi, do'stlar. Buni bitta joyi bor, o'zining zavodi, ashaydan borib olib kelinadi. Yo bo'lmasam zakaz qilinadi, o'zlari dastavka qilib jo'natishadi. Shunaqa ishni o'rgatish bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar, bemalol aloqaga chiqib, bolalar bor, o'rgatishadi. Do'stlar, kanalimizga yangilar obuna bo'linglar, videolarni podelitsiya qilib yuboringlar, like'larni bosib, kanalni ko'tarishda yordam bersanglar, biz bundan juda ham bir xursand bo'lamiz. Bizga motivatsiya beradi. Biz yana ham ko'proq videolarni chiqaraveramiz, do'stlar. Endi bizning kanal stroyka kanali bo'lganligi uchun ko'pchilikka qiziq emas, lekin qiziqadiganlar kirib ko'rsanglar bo'ladi. Hammanglarga rahmat. Sizlar bilan yana ko'rishamiz. Sog' salomat bo'linglar, o'zinglarni asranglar. Наша строительная компания «Энергомакс». Все виды строительных работ. Быстрые и эффективные строительные работы. Подпишитесь на канал «Мастер в городе 62».